Hammaga salom. Tanishing, Eronlik 82 yoshli sayyoh Amu Hoji. 60 yildan beri biron marta yuvilmagan eronlik 82 yoshli Amu Hoji Ginnesning rekordlar kitobiga kiritilgan. U shuncha vaqt mobaynida nafaqat yuvilmagan, balki suvning yaqiniga ham yo'lamagan. Hoji Eron janubidagi Fors shaharchasidagi Dejah qishlog'i yaqinida yashaydi. Qishda uning boshpanasi sovuq bo'lib qolgani tufayli qishloqdoshlari qurib bergan g'isht kulbaga ko'chib o'tadi. Eronlik bu kishi hali yosh bo'lgan vaqtida yuvinishni to'xtatgan. Hojining aytishicha, hissiy omadsizlik va psixik jarohatlar tufayli u tozalik qoidalariga rioya qilmay qo'ygan. U suvdan qo'rqadi, qo'lini yuvishi yoki yuvinishi bilanoq kasal bo'lib qolishiga ishonadi. Hoji juda oddiy hayot kechiradi. Uning eng katta xazinasi esa chekadigan metal quvri. Agar uning qo'liga zamonaviy sigaret tushib qolsa, birdaniga 5 tasini chekib yuboradi. Hoji aksariyat vaqtini joydan siljimasdan o'tkazadi, uxlaydi yoki oftobda toblanib o'tiradi. Bu inson o'lgan jonivorlarning go'shtini olovda pishirib iste'mol qiladi. Bir kun mobaynida 5 litrdan ortiq suv ichadi. Ba'zan esa mahalliy aholi unga ovqat beradi. Suratdagi inson qo'li ekanligiga ishonish qiyin. U ko'proq fil terisiga o'xshaydi. Mahalliy aholi unga bepul hammomga kirib yuvinishni taklif qiladi, lekin Hoji ularning taklifini qabul qilmaydi. Uning aytishi bo'yicha bunday hayot tarzi uni qoniqtiradi va o'zini dunyodagi eng baxtli inson deb his qiladi. Kim bilsin, kimlargadir bunday hayot kechirish yoqsa, o'zini baxtli his qilsa, kimlargadir hayotning boshqa yo'sini yoqadi. Yangi va qiziqarli videoroliklarni o'tkazib yubormay desangiz, kanalga obuna bo'ling. Agarda videorolik yoqqan bo'lsa, like bosing va keyingi videoroliklarni tomosha qiling. Omon bo'ling do'stim.